1986-yil Bolgariyada turklarga nisbatan qattiq tazyiqlar va etnik ziddiyatlar o'rtasida juda qo'rqinchli voqea sodir bo'ldi. Bu ziddiyat ortidan Bolgariya militsiyasi turk askarlarining burnini, yuzini va boshqa organlarini kesishgacha borgan. 1986-yil Bolgariyada sodir bo'lgan voqea tarixda chuqur iz qoldirdi. Bolgariya hukumati o'zining turk etnik guruhini bolgarlashishga majbur qilish siyosatini olib borgan va bu siyosat kuch bilan amalga oshirgan. Bu siyosat Bolgariyada turk etnik madaniyati, tili va diniy an'analari ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida ishlab chiqilgandi. O'sha davrda Bolgariya hukumati turklarni o'z madaniyati, tilini va diniy e'tiqodini tashlab, bolgarlashtirishga majbur qilardi. Burunni kesish voqeasi bu hukumatning qarshilikni sindirish, qo'zg'olonni bostirish va intizomni o'rnatish uchun amalga oshirilgan dahshatli bir usul edi. Bu voqea Bolgariya militsiyasi tomonidan turk askarlarini jismoniy tazyiq orqali qo'rqitish va o'z hukumatining siyosatini kuchaytirish uchun ishlatilgan. Biroq bu voqea nafaqat Bolgariya va Turkiya o'rtasidagi diplomatik aloqalarni keskinlashtirdi, balki xalqaro miqyosda inson huquqlari va etnik tenglik masalalariga katta e'tibor qaratilishiga sabab bo'ldi.